Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Zakot 8 ta toifaga sarflanadi. Bu haqida Alloh taolo xabar berib dedi. Zakot sadaqalari Alloh tomonidan farz qilingan holda faqat faqirlarga, miskinlarga, zakot yig'uvchilarga, qalblari islomga moyil qilinuvchi kishilarga, qullarni ozod etishga, qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchi musofirlarga berilur. Alloh barcha narsani biluvchi, hakim zotdir. Faqirlar va miskinlar o'z ehtiyojlarini to'ldirish uchun zakot oladilar. Faqir deb qashshoqqa aytiladi, ya'ni hech narsasi yo'q. Miskin esa kambag'al odam. Ehtiyoj bo'lgan narsalarga egalik qiladi, lekin muhtoj bo'lgan narsalari ham bor. Demak, faqir holati juda og'ir inson. Miskin esa ba'zi ehtiyojlarga ega emas. Uchinchi toifa zakot yig'uvchilar. Bundan maqsad musulmonlarning amiri tomonidan zakot yig'ishga va haqdorlarga tarqatish uchun tayinlangan kishilar. Biror boyni zakotini olib, bir kambag'alga olib borib beruvchi inson zakot yig'uvchi bo'lib qolmaydi. Ba'zilar o'ylaydiki, bir masjidning imomi zakot tarqatishga vakil qilgan bo'lsa yoki bir boy odam o'zining zakotini tarqatishga vakil qilgan bo'lsa, shu bilan zakot yig'uvchilar toifasidan bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Bunday emas. Zakot yig'uvchilar hokim tomonidan zakotni yig'ib tarqatishga tayinlangan kishilardir. To'rtinchi toifa qalblari islomga moyil qilinuvchi kishilar. Bir kofir inson, uni islomga moyilligi bor. Agar musulmonlardan yaxshilik ko'rsa, islom qabul qiladi deb umid qilinadi. Yoki musulmonlarga dushmanchilik qilayotgan bo'ladi. Musulmonlardan yaxshilik ko'rsa, dushmanligini to'xtatadi deb Allohdan umid qilinadi. Odatda islomga moyil qilinuvchilar qabila boshliqlari va shunga o'xshash gaplari qabul qilinadigan insonlardir. Ya'ni bir qabilaning boshlig'i musulmonlardan yaxshilik ko'rib, islom qabul qilsa, butun qabila musulmon bo'ladi. Yoki bir mintaqani yetakchisiga ergashib, o'sha yerdagi barcha odamlar musulmon bo'ladi. Bundaylarga islomda mustahkam bo'lib olishlari uchun ham zakot beriladi. Shuningdek, musulmonlarga bo'layotgan zararlarni daf qilish uchun ham zakotdan ishlatsa bo'ladi. Hozirgi kunda ham ba'zi muayyan o'lkalarda musulmonlarga ko'p zarar beradigan, musulmonlarni qirg'in qiladigan qabilalar bor. Shunday qabilalarning boshliqlari musulmonlardan yaxshilik ko'rsa, zarar yetkazishni to'xtatishi mumkin. Shunday holatda ularga zakot bersa bo'ladi. Chunki unday kimsalar dunyoning quli bo'ladi. Agar muayyan bir shart bilan mol dunyo berilsa, shartga rozi bo'lib, musulmonlardan tiyilishlari mumkin. Keyingi toifa qullar. Ya'ni musulmon qullarni ozod qilish uchun zakot pulidan bersa bo'ladi. Shuningdek, kofirlar qo'liga asir tushib qolgan musulmonlarni ham zakot pulidan berib ozod qilsa bo'ladi. 6-toifa qarzdorlar. Musulmonlarning orasini isloh qilish uchun qarz olgan kishilar zakot olishlari mumkin. Misol uchun, ikki musulmon jamoasi orasida tovon puli to'lash kabi moliyaviy kelishmovchiliklar bor. Shuni to'xtatish uchun bir odam qarz oladi va ikki tomonini to'lab, katta fitnani oldini oladi. Bu odam olgan qarzini zakot pulidan to'lasa bo'ladi. Shuningdek, qarzdorlar sinfiga muboh yo'llar bilan qarz bo'lib qolgan musulmonlar ham kiradi. Misol uchun, ro'zg'origa pul yetmay qarz olgan, bu ham zakot olib, qarzini to'lasa bo'ladi. Ammo qarz olib, harom ishlarga sarflagan bo'lsa, gunoh ma'siyat bo'ladigan joylarga sayohat qilgan, o'yin-kulgu qilib, dunyoni aylanib yurgan, bunday kimsalarga qarzdor bo'lsa ham zakot berilmaydi. Muboh yo'llar bilan qarzdor bo'lib qolganlarni qarzlarini shunday to'lab qo'ysa ham bo'ladi. Pulni qo'llariga berish shart emas. Misol uchun, bir oila uyning ijarasidan qarz bo'lib qolgan. Zakotni ularning qo'liga bermasdan, to'g'ri qarzlarini to'lab qo'ysa ham bo'ladi. Qolgan toifalar esa aslida zakot ularning qo'liga topshirilishi kerak. Chunki oyatda zakot faqirlar va miskinlarga deyildi. Buni asl ma'nosi zakot zikr qilingan toifalarga berilishidir. Agar bir kishi qarzdor bo'lgani uchun zakot olgan bo'lsa, bu zakotni qarzdan boshqa narsaga ishlatishi joiz emas. 7. Alloh yo'liga sarflash. Bundan maqsad Alloh yo'lidagi jihod. Ba'zi ulamolar islomga da'vat qilish uchun ham zakotdan ishlatsa bo'ladi deyishgan. Chunki da'vat ham jihod kabi deyishgan. Chunki jihoddan asl maqsad ham islom dinini yoyishdir. Ammo masjid, madrasalar qurish
yo'llarni tuzatish, bunday yaxshi amallarga zakotdan berilmaydi. 8-toifa musofirlar, o'zga yurtda qolib ketib, mablag'lari tugab qolgan insonlarga vatanlariga yetib oladigan miqdorda zakot pulidan bersa bo'ladi.